Bir kuni qo'shnilarim aka qush olasizmi deyishdi. Ular qush turini bilishmaydi ham, boqishmasdi ham. Hmm. 3-4 kun avval tutib olishibdi. Bozordagi narxga taqqoslab sotib oldim. Oradan vaqt o'tib mahallamdagi boshqa bir tanishim qushi uchib ketganini aytdi. Nima qilsam sekin sotgan qo'shnimga qaytarib beraymi? Sotib olgan shaxsga gunoh yo'qmi? Hmm. Demak, u qushni egasi aniq bo'lsa, egasi isbotlansa, o'sha egasiga qaytarib berish kerak bu kishi. Bu kishiga olib kelib sotganlarga emas, o'sha egasiga qaytarib berish kerak. Bu kishi pulini esa o'sha bu kishiga sotganlardan qaytarib oladi. Am, Hech kim bu yerda zarar ko'rmaydi, hamma narsa o'rniga tushadi. Ya'ni, o'sha topib olingan narsani egasi chiqib qolsa, unga albatta egasiga qaytarib beriladi, isbotlansa. Keyin bu kishi kimdandir sotib olgan, o'sha sotib olganlardan borib pullarini qaytarib olishadi. Shundan to'g'ri bo'ladi inshaalloh.